أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz olsa el-muhakkik, el-muhaddis, İmamul Muhaddisin, el-Allame Abu Abdullah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahimahullah ve radiyallahu anhu ve ardah yazgan Cami'ul Musnedid Sahih namlıq Sahihul Bukhari ismi bilen meşhur bolgan bu Kur'an-ı Kerim'den qalsa birinci orunda turadigan bu Sahih hadis kitabının Kitabul İlm degan kitabının 16. babıga yani Babu ma zukira fi zahabi Musa aleyhisselam fil bahri ilal khadiri degan bab keldik. Endi bu babniki ma'nosi bo'lsa, ya'ni hada babu ma zukira degan bo'ldi. Ya'ni babu mubtadai mahzubning xabari, hazf qilingan mubtadaning xabari. Uni kerinden babu mudaf ma zukira fi zahab degan jumla kamil mushu babuga mudaf ilayhi. Yani bu Musa aleyhisselamның dengizda Xıdır aleyhisselamның yanıga barganlığı hakkında zikir kılıngan hadislarning babidir. Ve kavlihi tebareke ve taala. Endi xoş bu bab bilen aldığın babning munosabati nima desa, aldığın babda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki ümmetiga faqat ikki ishda havas qilishga bo'lganligini bir ish bo'lsa Alloh taolo buni molni ato qilgan odam molni haq yo'lida ishlatishga nisbi odamga havas qilsa bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa Alloh taolo ilm hikmat ato qilgan odam bu odamga osh ilm hikmatni bilan hukm qilib ilm hikmatni boshqa egasi shunga havas qilishga bo'ladi degan babni keltirgan ekan. Ma'bab bilan munosabatchi nima desa, ya'ni Musa aleyhisselam'ı Xıdır aleyhisselam'ın ilmini havas qilib, nima qildi? Qiziqib havas qilib, Xıdır aleyhisselam'niki ilmini elish uchun bo'lgan edi. Yani ilmga havas qilish. Haqida Musa aleyhisselam'ı ilmga havas qilib bo'lganligini müjahatdan bahsediyor. Bab bilan babning munosabati. Her bir bab bilan İmam Buxoriy her bir bab bilan munosabatlik keltirgan munosabati bor. Buni qanday ishlatsa topqil bo'ladi. خوش أمن وقوله تعالى ما وقوله تعالى دينا ما مضاف إليه لما جاء في ذهاب موسى عليه السلام دينا ما ذكر في ذهاب دينا لما جاءت في ما ذكر في ذهاب موسى وما ذكر في قوله تبارك وتعالى يعني باب قوله تبارك وتعالى دينا مودي لما جاءت فول دينا هذا ما ذكر غات فول دينا وقوله تبارك وتعالى يعني ve Allah Teala'nın ki hel ettebi'uke ala en tuallimani iki kağıt var. En tuallimani de nun bilen ya mahzub kılıngan mutkellim niyaz mahzub kılıngan halde yine bir kıraatte en tuallimani mimma ulimten üştedeb ya sabit olan halet iki kıraat fakir. Emdi yani Musa aleyhisselam Xıdır aleyhisselam diyen meşhur sözündeki bir kısmını kisiflanmak yaptı. İmam Buxoriy bir yerde tercüme kılıp babka. Yani sen bana ilim ügütüp koyaş şartı bilen alanın şart manası var. Sen bana ilim ügütüp koyaş şartı bilen ben sana ergişeyim o dedi Musa aleyhisselam Xıdır aleyhisselam'a diye ayetin ahırgıcı. Benim demek şu tercümetil babda iki işli sözdü. Biri Musa aleyhisselam'la Xıdır aleyhisselam'a denizli izlep bağlılığı Behreyin'e. Yani biri hel ettebi'uke ala duallimende başı biri Xıdır aleyhisselam'a siz bana ilmi ütüp koysunuz, ben size ergeçsem degan talabni qo'ydi. Musha ikki so'z haqidagi bir bab deydi. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan, bizga Muhammad ibn G'urayr az-Zuhri hadis deb berdi. Ma Zuhri Ibn Shihab Zuhri emas, Ibn Shihab Zuhri degan tabi'i bu. Bu demakki Imom Buxoriyninki sheyxi ekan bu. Bizga Muhammad ibn G'urayr az-Zuhri hadis so'zlab berdi. Muhammad ibn G'urayr az-Zuhri mundaq dedi.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم bizga Yaqub ibn İbrahim hadis so'zlab berdi. Mayatgima Yaqub ibn İbrahim o Abu Yusuf emas. Abu Yusufning ismi mo İmam Azam Abu Hanifa'niki talibining ismi nima? U o'xshash Yaqub ibn İbrahim o'xshash. Lekin ma huwa emas ekan. Aw Yaqub ibn İbrahim al-Ansari. Bizda Abu Yusuf al-Ansari. Yaqub ibn İbrahim hadis so'zlab berdi. Yaqub ibn İbrahim bunday dedi. Bizga mening dadam, ya'ni Yaqub ibn İbrahim deydi, bizga mening dadam hadis so'zlab berdi. Kimdan rivoyat qilib? Solihdan rivoyat qilib. Ya'ni İbrahim Solihdan rivoyat qilib deydi. Solih bo'lsa kim bizi? Ya'ni Ibn Kaysan. Bu yerda Ibn Kaysan ne demek? Medinelik Salih ibn Kaysan rahimahullah demekçi. Salih ibn Kaysan İbn Şihab az-Zuhri rahimahullah rivayet qildi. İbn Şihab Zuhri emas degan boshqaki, o Zuhri boshqa. Ma İbn Şihab Zuhri degan bu tabi'i. İbn Şihab Zuhri'ni rivayet qilib so'zlab berdi. Haddathahu. Endi İbn Şihab az-Zuhri Salih ibn Kaysan'a shundoq hadis so'zlab berdiki, Ubaydullah ibn Abdullah, yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'g'li Ubaydullah akhbarahu İbn Şihabga mundaq xabar berdi. İbn Şihabga İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilib xabar berdi. Annahu tamara. İbn Abbas radhiyallohu anhuning qanday qilganligini xabar berdi desa, İbn Abbas radhiyallohu anhu tamara degan gapda tajadala. Jidallashib qoldi, yani takallashib qoldi. Gap talashib qoldi, tanaza degan bu. Vel Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari. İbn Abbas radhiyallohu anhu ve Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari degan ikki sahaba gap talashib qoldi nimada? Fi sahibi Musa. Musa alayhisolatu vasallamniki sahibi haqida. Musa alayhisalom ilm talab qilib borgan kishi haqida demakchi. Sahibi degan gap hamrohi degan bo'ladi. Nima hamrohi desa, ya'ni Musa alayhisalom ilm talab qilib borgan kishi haqida. Demek bir yerden biz nimani bila oladiganmiz? Yani ilmiy munozara qilishning joizligi chiqadi. O'shaning uchidan Ibn Abbos roziyallohu anhu bilan Hurr ibn Qays bilan gap talashib qolgan, ixtiloflashib qoldi. Birisi Ibn Abbos roziyallohu anhu deydi, u Musa alayhisalom borgan kishi bo'lsa Xidr alayhisalomdir deydi. Hurr ibn Qays deydi, ya Xidr emas, boshqa biri deydi. Shu bo'lib qoldi, gap talashib qoldi. Demek ilm haqida, ilmiy munozara ustida ilmiy munozara qilsa, datalash qilsa joiz degan hukm chiqib. فمر بهما أبي بن كعب. Şundan bu iş gelenge Ubay ibn Ka'b qarahunum radıyallahu anhu ütüp kaldı. Feda'ahu İbn Abbas. Şundan Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu ne İbn Abbas radıyallahu anhu çağırttı. Fakal çağırttı da mundak dedi. İnni temaraytu ana ve sahibi hada fi sahibi Musa allazi sa'ala Musa as-sabila ila luqiyhi. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki hakikaten men ve benim mav sahibim, mav emrahim ixtilaflaşıp kaldık. Kim hakkında? Fi sahibi Musa. Yani Musa Aleyhisselam'ın sahibi hakkıdır ki Se'ale Musa Aleyhisselam yolunu sebile ila luqiyyi onunla uçuruşqa yolunu Rabbidin sorgan Musa Aleyhisselam'ın sahibi hakkında ixtilaflaşıp kaldık. Yani Musa Aleyhisselam Allah Teala'dan sorgan edi. Ben onunla qandaq etib baraman deb Musa Aleyhisselam Allah Teala'dan sorgan edi. Anladın? Bunun yolu bunun yanına ya Rabbim qandaq baraman. Bu Xidrning yanına qandaq baraman deb sorgan edi. Çünkü bir kuni Bani İsrail Musa Aleyhisselam qattiq nayt vaz nasihatlik, nayt balag'at fasahatlik bir tebliğ nasihat qilib edi. Musa Aleyhisselam'nki ümmetlerden bir kişi sordu ya, ey Musa senden mi alimroq bir kishi bormidi dunyoda dedi. Musa Aleyhisselam yo'q dedi. Çünkü Allah Teala Musa Aleyhisselam'a bu gapiga rozi bo'lmay nima qildi? Memnun bo'lmasdan belki bizning bandimiz Xidr sendan mi alim degan edi. Shuni ola Musa Aleyhisselam ya Rabbim, emas men mana shu nimaga yetsam bo'ladi. Xidr Aleyhisselamga chiqib borsam bo'ladi. Qandoq boraman? Yo'lni hep bersa deganda Allah Teala sana bir biliq alamet bo'ladi. Shu biliq qo'lgan vaqtda ashadisniki maqsadini yetgan bo'lasan degandan keyin Musa Aleyhisselamniki qissasi tushungan. Mana bu yerda o'tdi. Musa Aleyhisselam shu kishiga uchurishga, kurashga yo'lni so'rgan Musa Aleyhisselamning sahibi hamrohi haqida talgab talashib qoldik. Hal semiyatan Nabiy sallallohu alayhi vasallam, sen
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yedkuru şe'nehu. Aşu Musa aleyhisselam'ın sahibinin kıssını, şe'nehu diye kıssatahu diye olmuş edik. Kıssını bir zikri kıkalıqını anlap bakam ettim. Dep suruvedi, kale. Übey ibn Ka'b radıyallahu anh, ha dedi. Ha anladım. Semetün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mundak davet kılıqını anladım. Yakul. Beynema Musa fi mele'in min beni İsrail. Bir çağda Musa aleyhisselam Beni İsrail'in boğan bir cemaatinin arasında turvatat dedi. Melek degan ma'nosi bir jamoa degan bo'ldi. Yana bir ma'nosi shu qavmning ichidagi yuzlik kishilar, 100 obro'li. Qavmning ichidagi 100 obro'li kishilarni deydi o, melek deydi. Qalal mala'u demişler. Yani ashrafu qavmihi. Qavmning ichidagi katavash 100 obro'li odamlar demakchi. Qaysinisi bo'ladi? Musa alayhisalom Bani İsrail'in bir jamoani ichida turvatatdi. İz ja'ahu rajul. Ushtum to'satdan bir odam kelib faqala. Bir odam keldi de mundaq dedi. Hel te'lemu ahadan a'lama mink? Senden mu alimroq birini bilemsen? Dedi. Musa aleyhisselam mundaq dedi. La, yo'q dedi. Fa'awhallahu ila Musa. Arqadallah Allah Teala Musa aleyhisselam'a vahiy qildi. Bala abduna Xadir. Bishadagi balani ma'nosi bel ma'nosida. Yana bir rivoyatda mush bala bel deb rivoyat qilgan. Bir rivoyatda bel. Ikki rivoyat var, bir bala, yana bir rivoyatda bal. Sizga qanday ekan? Balamkan, bilmagan? Bala. İki rivoyat var. Birisi bel dedi. Ma'nosi qanday bo'lsin bel, ya'ni balki bizning bandimiz Xadir, ya'ni balki bizning bandimiz Xadir sendimmi alimroq, a'lamu mink degan bo'ldi. Fasa'ala Musa as-sabila alayhi. Shuni bilan Musa alayhissalom as-sabila ilayhi. Xadir alayhissalomga kirishdigan, yetadigan yo'lni Alloh taoladan so'radi. Faja'alallahu lahul huta aya. Shuni bilan Alloh taolo Musa alayhissalomga biliqni alomat qildi. Ama bu hut degan asli cho'ng bir kit deymiz uni, kit. Dengizdagi eng cho'ng, eng katta maxluq kit degan. Lekin miyadagi ma'na hut samaka, biliq. Normal odatdagi biliq, tushunolma. Chunki Musa alayhissalom kitni ko'tarib bo'lmaydi. Kitni puluq qilsalar bir miktarga bir qachig'mandagi bir xalta puluq qilsalar ko'tarib bo'lmaydi hech qadam uni. Bir mashinani besib anab mang'ul bo'lish mumkin kit degan narsani. Demak, miyadagi hut nima? Samak degan ma'noda. Hut deganning samak degan ma'nosini bor demakchi. Alloh taolo Musa alayhissalomga biliqni alomat qilib berdi. Va qila lahu Musa alayhissalom mundaq deyildi. İza faqattal huta farji'. Qachonki shu biliqni yo'qotsang farji' keyin qayt. Shu jo'dga ketib qolib, qachon biliq yo'qolib ketsa seniki puluqingdan, biliq qochisidan sivat deb qo'yamiz endi biz. Sizmi sivat deydimi, nima deydi o? Sivat. Sivatdan qachon biliq yo'qolib ketsa, shu chaqda keyin qaytqin, fa innaka satalqa. Sen shu chaqda Rasululloh Xadir alayhissalomni xushutsan dedi. Fa kana yattabi'u athar al-hut fil bahr. Shuni bilan Musa alayhissalom dengizda biliqning asriga ergishib o'tadi. Buni degan gap sana ay yantaziru fuqdanahu degan bo'ldi. Ya'ni Musa alayhissalom biliqniki yo'qolib ketishini kutib maqtandi. Qachon yo'qolib ketadigan patbal biliq qarab qo'ydi. Qachon yo'qolib ketadigan bu biliqda sivat qarab qo'ydi. Qachon yo'qolib ketadigan deb qarab qo'ydi. Shunda qarab ma'notadi. Faqala li Musa fatahu. Shuning bilan Musa alayhissalomga Musa alayhissalomning yigiti. Musa alayhissalomning yigiti degan kim desanglar, yana xizmatchisi. Musa alayhissalomning yanında xizmatini qiladigan bu kishi bo'lsa, rivoyatlarda Yusha ibn Nun alayhissalom deydi. Yusha ibn Nun. U Musa alayhissalomniki talibi edi. Musa alayhissalomning ilmi o'rgatdi va Musa alayhissalom xizmat qiladi. Demak, bu ishdan nima chiqdi desanglar, ya'ni talibniki ustozga xizmat qilishniki shariatga uyg'un ekanligi. Hargizmi ustoz talibdan talib xizmat qilsa, bu shariatga xilof emas ekanligi. Balki nihoyat yaxshi bo'lganligi. Bu nima? Tariqatul masluka. İlgili peygamberlarning va payg'ambar islomniki bu xizmat Anas ibn Malik roziyallohu anhu masalan, Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu hammasi ustozni xizmatini qiladi. Demak, talib ustozniki xizmatini qilish hargizmi ilm o'rgatib berganlarga pul olganlik, haq olganlik bobiga kirmaydi. İlim o'rgatib qo'yib, haq olganlik bobiga kirmaydi. Ilm o'rgatib qo'yib haq olsa, bizning o'tganki quduriylik chiqdi insonlar bo'lsa,
ilim yutib qo'yib haqasa bizniki salaf ulamolarimiz nima degan? La yajuz degan. Lekin xalaf ulamolar yajuz degan. Nimishqa hozir zamon pastlab ketgandan keyin agar u nimalarga pul berilmasa, anda bu ilm yutadigan, ilm o'qiydigan, masjidlarda imomlik qiladigan odam qolmaydigan holatga kelib qolganlik uchun hozir maosh olsin mayli degan kun chiqdi insonda bor. Insonda bo'lishi mumkin. Ammo burunqi bizniki salaf ulamolarimizni anda gapmiz. La yajuz deydi. Shu ma'lumni salaf ulamolarning bo'yicha gap qilyapti, demadi. Demak, nima qator kelib qolmaydi, ya'ni ilm yutib haqqoqlikni qatoriga kelib qolmaydi. Chunki hadisda kelganki, bir sahobaga bir nima yutib qolgan, bir sura yutib qolgan, uni bir o'qiya bergan, necha qavs hadiyaga. Shu payg'ambar alayhisalom uni ko'rib, qiyomat kuni o'tdan yumbu bo'ynamga keladigan yumbu bo'lsin desang, u qabul qilganligida halanda qoldi. Shuni ilm yutib qolib, bir narsa qabul qilgan degan, ma'lum bab kelmaydi degan. Bu degan xolis xizmat. Ya'ni talibning ustozga qilgan xolis xizmati, talibniki ustozning ilm erishining va adab axloq o'rganishining amaliy badan o'rganishining eng muhim vositalaridan biri. Xo'sh, nima deyapti deb mana? Faqala li Musa fatahu. Musa alayhisalomning yigiti xizmatchisi bunday dedi. Ara'ayta iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut. Degan ara'ayta degan xabar akhbirni degan bo'ldi. Aytqincho degan bo'ldi. Aytqincho iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut. Biz heliqi sahra degan gap hamda Mag'ribistondagi Marokashdagi Zayd daryosida bir davogan Nahri Zayd deb. Shu Nahri Zayd degan yerda bir sahra deb bir sahra ismli bir davogan cho'ng bir sahra degan bir tosh degan gap emas, tosh. Cho'ng katta tosh. Lekin bu yerdagi sahra degan bir joyning nomini ism ekan. Haliqi biz sahra degan yerda o'rin tutgan vaqtimizda, ashad o'rinlab hadib qolgan vaqtimizda, aramagan vaqtimizda fa inni nasitul hudmu biliq unutib qoldim shu yerda. Biliq shu yerda qolibdi dedi. Wa ma ansanihu illa shayton an adkura. Wa ma ansanihu deb ishqil verdi bu yerda. Menga faqat uni bu biliqni aslishimni faqat shaytonlar untug'izdi. Shaytonning boshlig'i untug'izmidi deb Musa alayhisalomning xizmatchisi shunday dedi. Qala Musa alayhisalom dediki, "Zalika ma kunna nabgh." Yoki yana bir vaqtda "Zalika ma kunna nabghi." Ayni shu biliqning yo'qolib ketishi bo'lsa, biz istayotgan, talab qilayotgan narsa shu edi. Dedida fartadda ala atharihima qasasa. Bu ishkaylan ala atharihima qasasa degan gap, ya'ni o'zining iziga erishib qaytdi. Qasasa deydi, nima tabi'a degan. Yani muttabi'an degan bo'ldi. Muttabi'ani. Ya'ni bu ishkaylan o'ziniki qassa yaqussu degan gap, o'ziniki izi bo'yicha mana degan gap. Bag'an yerga shu bag'an yerdan qaytdi. Mangan izi bo'yicha qaytdi deganda qassasa deydi. Anladin? Bu ishkaylan o'zining izi bo'yicha qaytdi. Favajada Xadira. Bu ishkaylan shuni bilan Xadir alayhisalomni topdi. Fakana min sha'nihima ma qassallohu ta'ala fi kitabi. Am bu ishkaylanning holidan, ya'ni min sha'nihima min qissatihima degan bo'ldi. Bu ishkaylanning qissasidan Alloh taolo Qur'oni Karimning kitobida qisqa qilib bergan ishlar hammasi bo'ldi. Shu sura nimada, sura Kahfida to'liq chiqadi yana qissalari. Eng oxirida sura Kahfidagi demak bu qissa yani başında 5. defa İmam Buxoriyni İmam Musa alayhisalom tabliğ nasihat qilayotganda qavmi so'radi, "Siz ma'lamadan bormi?" deb. Musa alayhisalom ilmni Alloh topshirmay, "Yo'q, mendan olim odam yo'q" degandan keyin Alloh taolo Musa alayhisalomga qayib nima qildi? "Yo'q, balki bizning bandamiz Xidir sizdan olim" dedi. Shuning bilan Musa alayhisalom Xidir alayhisalomni izlab bordi. Xidir alayhisalom avvalan yo'l so'radi. "Qanday ediman?" debdi. "Sen bir biliqni sana alomat qilib berdi. Qachon biliqni yo'qitib qo'ysang, shu chaqda qiyinlik yazsang, Xidir alayhisalom shu yerda bor" degandan keyin bulabda buni mangib bular toki shu Xidir alayhisalomniki o'rni bo'lgan joydan o'tib ketguncha bular yo'lda charchamagan ekan. Shu Xidir alayhisalomniki o'rnidan o'tib ketgandan keyin Musa alayhisalom buni nima etdi? Mangib o'tib ketgandan keyin hodiq etdi. Bu charchab ketib Musa alayhisalom nimaga bizning yigitiga dediki, atina g'ada'ana laqad laqina nasaba. Tamog'imizga kelamiz. Biz bu safarimizni bir jabog'i
Cepata atıp kaldık, hadık etip kaldı ya dedi. Demek onu bunu hadık etmegen dedi. Ay yolda ötekilgenlik hadık etip kaldı. Şunu ha. Şunu olan anda degendeki ki yigitinin de tamakta ekep bergen diye gap üz demen diye gap çıkmadı yani demek hizmet kısı bulur diye gap. Musa Aleyhisselam üzem ekeli tam kanını üzem kütürey demey talabı kütürey sakın diyen yani bu degen şeyatı uygun diye gap. Anda çıkan da bir fikrimin tüven sana fikrimin kul çekar kılıçın meselesi emez. Talibinin ustazlık hizmet kılıç meselesi. Anladım. Şu an talibi dedi ki ya bu ben ekileydigen karşısam fuluktu yoktur da biz sizlerle şu bir yaskak taş sakır diye yerde koy vaxtımızda eşyada bilik unutup kalacağımız var yok bilik yoktur da diyendikin Musa Aleyhisselam ha ana şu idi Allah Teala bana bizdeki izletmağımız da bilik uyup gitişiydi. Da izi boyunca kelgen yolu boyunca kaytıp verip Musa Aleyhisselam bilen küleşti. Mana meşede yeni bir meşeden mahzufatlı vaqt çıkartılgan. Bazı rivayetçiler deydi ki alimler bu bilik qanday olib ketgan desa shu Xizr Aleyhisselam bayada bir abi hayat buluqida bir bulaq bor edi deydi. Abi hayat buluqida bir bulaq bor edi. Şunu bilan aşağıdan bulaqniki yanında qolib qo'ydi ular toshning yanında buluq bilan bilikni. Shu bulaqdan biz shu chachchab degan dedik ki bu nimaga? Bilikqa shu bulaqdan suv chachchab tegib soldi. Shuni bilan bilikqa jon kelib bilik shu midaq tifirlab tifcheklab dengizga kirib ketdi. Hatta dengiz kirib ketganida ayni katta qolgan edi. Katta mida. Taq shaklda yumaloqlar holat qolgan edi. Deydi. Ba'zilar deydiki hatta Musa Aleyhisselam kelib shu bilikniki shu dengiz kirib ketgan katta kama shu ayda qolgan xuddi bir kama reklamadan qolgan shu kamani kirib kelgandiki nimadan topdi? Xizr Aleyhisselamlar dengiz ichidagi shu kamanın ichidan topdi deydilar. Vallahu a'lam. Qanday şekil tapqaligini Allah o'zi bilan biladi. Demak, qandaligim bo'lmasin, shu bilikni yo'qolib ketgani aniq. Undan keyin Musa Aleyhisselam bilikni yo'qolib ketganligini anglab, keyin kelib, shu bilik yo'qolib ketganda Xizr Aleyhisselam tapqanligi aniq. Bu shu %100. Undan keyin Xizr Aleyhisselam nima dedi? Sen kim degandan keyin ben Musa deganda Xizr Aleyhisselam ben İsa'nın Musa'sına deganda ha deb ha bo'libdi. Mesela onun hayran kalmaydı. Ben İsrail'in Musa'sına da kaptırdan yokken. Yeni bir mesele hem de Xizr Aleyhisselam tügep gitti mi hayat mı dese tarih suresi bununla ait köp to'xtalgan. Bedruddin el-Ayni rahimahullah nima deydi desa en shu köp sonliq olimlar kelgan fikr shuki Xizr Aleyhisselam qiyomat kunigacha qiyomatgacha hayat Allah Teala hayat qo'ygan. Allah Teala cimi ilmi g'ayblarni Allah Teala bildirishni xohlagan ilmi g'ayblarni bildirgan shu ishlarni xizmatni qiladi Xizr Aleyhisselam deydi. Yani ko'p sonliq ulamoniki ko'z qarshi musu deb Umdatul Qari degan kitobda kim Bedruddin Ayni rahimahullah tafsiri bayon qilgan. Undan keyin Xizr Aleyhisselamni ba'zilar Adem Aleyhisselamning o'g'li deydi. Adem Aleyhisselam bozi deydi. Ba'zilar Nuh Aleyhisselamning bozi deydi. Allohu alam. Ayni bular. Lekin uzoq umr ko'rishni duo qilgan. Undan keyin Xizr Aleyhisselamga nima deb Xizr deb ism qo'yib qolgan desa, Xizr degan yeshillik degan gap, yeshillik. Ko'klak, yeshillik degan gap. Xizr Aleyhisselam shu oqmida cho'l bayovan tupmida qanaqa. Oq qaqas zaminda o'tsa, shu o'tgan yerni bo'lib ketadi ekan, kuykurib, yashilib ketadi ekan. Shu sababdan da ism qo'yib qolgan deydi duo. Undan keyin Xizr Aleyhisselamning o'zining ismi Baliya ekan, Baliya. O'zining ismi Baliya. Xizr degan Xizr Aleyhisselam degan nagvasi kuyib qolgan ekan, ko'klak, yeshillik degan bir laqam bilan qo'yib qolgan ekan deydi. Vallohu alam bis-savob. Endi shu nimadan chiqadigan bir qancha hukmlarni sizlar bitta bitaylik. Shu yerdan chiqadigan bir qancha hukmlarni. Endi bu hadisdan 8 tane hukm chiqadi, 8 hukm. Abdan o'ylab olaman. Birinchisi yani ben 5 so'zlab o'tgandek yani bir diniy masalada birisi-birisini gapni so'qib olish emas. Ikkinchisi maqsadi haqni izlash bo'lsa, nima qilsa, munozara qilsa, ilmiy datalash qilsa bo'ladi. Chunki kim bilan Ibn Abbos roziyallohu anhu Ibn Qays nima qilgan demishada
da talash qilgan edi. Ikkinchi masala, agar bular birlik kiranmasa, biladiganlar o'zidan ma'lumroq bo'lgan biladiganlarni qishig'i bilish. Bosh kelan kimning ibodi? Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu qishig'i ibodi. Chunki Ubay ibn Ka'b degan cho'ng sahobalarning qatoridan edi. Nima uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu kichik sahobalarning qatoridan edi. Rasululloh ilk vaqtda 15 yosh vaqtida Rasululloh tug'ib ketgandi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu taxminan 15 yoshga vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ib ketgandi. Yaqinda keladi o yana. Ibn Abbos radhiyallohu anhu'niki haqidagi hadislar. Uningdagi 3-chi chiqadigan kun bo'lsa, olimga texim o'zining qishidagi ilm bilan qilib qolmasligi, kufoylanib, o'zining ilmi bilan kufoylanib to'xtab qolmasligi, balki texim ilmini har kuni ilmini ziyoda qilishga erishman bo'lishi, vojib ekanligi chiqadi, vojib ekanligi. Nimishqa? Chunki Musa alayhisalom shuncha Alloh taolo payg'ambarlik ato qilgan, shuncha ilmni bergan zot turib, yana sizning olim adam bor deganni anglablam to'xtamadi, piyoda mangdashadi. Dengizga chiqib, kimlig'ichisi chiqib, ashunda uzoq safarni qilib bordi Xizr alayhisalom yoniga. Demak, ilmni bir odam ilm bo'lmasa-ku, Alloh qachon faraz ilm talab qilish. Ilm bo'lgan taqdirdami o'zidan olimroq bir odam borgan desa, u olim bo'lsa o'ziga, biz olim bo'lsak o'zimizga damda o'tmay, darhol o'zidan olim odamni yangi bilib ilm berish kerak vojib degan hukm chiqdi. Bu intayin muhim masala. Şu olim degan cho'qinmaydi, kuchab turish kerak endi. Bir yer turib qolmaymi, davlat aqlab olimlardan ilm talab qilish intayin muhim masala. Imom Buxoriy shu ilmni Buxoriyda o'tirib olgan emasda, hammaning shu Makka, Madina, Misr, Damashq degan butun olimni yangi bilib olgan gap ilmni hammani. Ilm uchun bular 6 oylik yo'llarga bir hadis uchun safar qiladi, bir hadis uchun. Shuni bilish kerak. 4-chi chiqadigan hukm bo'lsa, kamtarlik qilishning vojibligi. Olim haqiqiy ilmda yuqori bir martaba yetgan bo'lsa-mu, chuqur kamtar bo'lish kerak. Ya'ni davomli ilmni Allohga topshirish kerak. Allohu a'lam. Allohu a'lam. Haqiqiy ilmi bir yerlik bo'lgan bo'lsa-mu, men olim demasligi kerak. Men talibul ilm andim. Biz o'rganyapman. Deb to'g'risini Allohning Rasuli biladi, eng olim degan gapni ko'p deyish kerak. Davomli vallohu a'lam bis-savob, vallohu a'lam bis-savob davomli deyish kerak. Chunki Musa alayhisalomniki shu safarga sababchi bo'lgan sabablardan biri andin men olim degan gapi edi. Agar shu vaqtida vallohu a'lam bis-savob, Alloh olim degan bo'lsa edi, balki bu safardagi mushaqqatlarni topmasligi mumkin edi. Lekin tabiiyki nima qildi? Ilmi ziyoda bo'ldi alhamdulillah maşallah. Lekin bu Japan tartışınız bir sebebi çoğalıp kaldı. Yani ilimni Allah'a topşurması kaldı. Şunun için bunu da ibadet edişimiz gerek. Musa Aleyhisselam'daki gibi umumi cihetten doğruydu. Ben alim diyen gibi şu vakti yeryüzünde Musa Aleyhisselam'dan alimrak bir adam yok idi ameliyette. Umumi cihetten edip etkanda. Lekin hususi cihetten doğrulamaz idi. Hızır Aleyhisselam bir malum bir bilimde, maksus bir bilimde Musa Aleyhisselam'dan nemiydi? Artık idi. Bu olsa ilmi gayb, ilmi ledun idi. Hızır Aleyhisselam'da ilmi min ledunna ilma degan ilmi ledun var idi. Xo'sh, endi 5-inchisi bo'lsa safarga chiqqandan chuqur uzuq-tulik ilib, safarga tayyorlik qilib chiqishniki kerak ekanligi. Ba'zan bir supularni qarshilaydi. Anladın? Supular ba'zan bir supular, hamma supular emas, ba'zan bir jahil supular biz Allohga tavakkal qilamiz deb peshimamay chiqib, uni kenidan bilib borgan yerda tilamchilik qilib, anladın? Arxaqdan biraz so'p alqan ichib yurgandan biz Allohga tavakkal qilamiz deb mahmayni qilish kerak. Tavakkalni pulni tepib, ishlab, yunchuq pulni silib, anchiq tavakkal qilish kerak deydi. Bu Xizr alayhissalomma quruq mahmayni qilib, qo'rib olgan tuzlangan biliqdan birini ilib, non, yemek-chemakni ilib, şu bizga tamoqimizni akalang deb tamoq bo'lgandan keyin tamoqni aka deb xizmatkoriga deyar edi. Tamoq olmagan bo'lsa, "Ma chiqib bu yerga tamoq deb kel" deb buradi. Anda qilmadi. Demak, safarga chiqqandan chuqum o'ziniki safarga yetkudek uzuq-tulik olib chiqish degan hukm chiqdi. 6-chi chiqadigan hukm bo'lsa Imom Navaviyning qavli bor. Imom Navaviy nima degan? Olim va fazilatli kishilarga uniki shogirdlari, toliblari qanchalar xizmat qilsa hech qanday chatoq yo'q deydi. Uniki hojatlarini vaqtpasi bo'ladi.
Bu herkesmi ilim öğütüp koyğanğa pul ağalık, bedel ağalık hesaplanmaydı. Belki bu demek ki taliplarının ustazlığı kılgan yaxşılığı ve ustazlığının ilim ahlak, ilim edebini mıdır? Emili cihetten bir öğrenişki faydası var. Ve yaxşı, güzel ahlak katarıdır. Anladın. Bunun delili olsa, yani Musa Aleyhisselam'daki hizmetkarı Musa Aleyhisselam'a demişler rızasını egep bekellik. Bunu deşedi. Yettinci çıktığı gün olsa, bu hadisin çıktığı yettinci hüküm, yani ilim talep kılış için deniz bulamdı, kuruluk bulamdı. Aramızda deniz bozumu kimiga çıkıp, eğer kuruluk çöl olsa ar bilan çıkıp bozma, sefer kılıp bir devletin bir devletke beliş kerak ekanligini. Eğer üzdün mü alim edem bilgen çağda, yani beliş kerak ekanligini çıkırdı. 8. çıktığı gün olsa, yani rast gap qilgan bir adamning gapini qabul qilish. Xabar vahid. Rast gap qilgan bir adamning gapini qabul qilish. Endi bu yerda Musa Aleyhisselam Xizr Aleyhisselamning gapiga ishonmaydi. Xizr Aleyhisselam nimish qildi? Shu birinchi qadamda kiminiki she'rni qumuryapti. Musa Aleyhisselam bilmadi buni. Ondan ikkinchi qadamda kichik bolani bilan o'ltiryapti. Uchinchi qadamda yaqab cho'ylab qolgan tamni nimish qildi? Bu tamni ushlab qo'ydi. Mana shunday ishlar qilganda hammamizda keyin tushanchisini, ya'ni Xizr Aleyhisselamniki bagan tushanchisini nima qildi? Musa Aleyhisselam ikkilanmasdan qabul qildi. Shuning o'zima, ya'ni bir odamniki ishonchlik bo'lsa, bir odamning gapini xabar vahidni qabul qilsa bo'lganligi. Xabar vahid deganga ishonga bo'lmaydi, bo'lmaydi. Shunga ba'zan buni nimaga hadis inkarchilar va hadis inkarchilari. Xabar va ahad deganga ishonmaymiz, amal qilmaymiz u bu. Cho'qim mutawatir bo'lishi kerak ekan nazarda turgan ahadchilarga nima chiqadi? Inkor chiqadi. Raddiya chiqadi o'sha. Vallohu a'lamu bis-savob. Endi kelganimiz bo'lsa 17-bob, ya'ni babu qavlin nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohumma allimhul kitob. Yani hada babu qavlin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yani bana bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ey Alloh uningga kitobni o'rgatsan, o'rgatib qo'ygan bo'lsang degan duosining, qavlining bobi deydi. Endi bu yerda kitob deganda nima murod? Qur'on murod. Kimga desan Ibn Abbas roziyallohu anhu demakchi. Lekin bu yerda allimhul kitob deb, allimhu, allim Ibn Abbas deb qo'shib ketmay, allimhu deb damir katib qo'ysa nimaga shart qilyapti desa, ya'ni bu duo Ibn Abbas roziyallohu anhu ham xos emas. Demakchi. Anladın. Onun için hem şu dualardan hem biz Allahümme allimnel kitab, Allahümme allimnel tevil, Allahümme fakihna fid din ve allimnel tevil de dua qilib tirsek, bizga ham bu duanı ki biz Peygamber sallamdaki şu duası bizga ham yetadiganligining alomati edi. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy mundaq degan. Bizga Abu Ma'mar hadis so'zlab berdi. Abu Ma'mar mundaq dedi. Bizga Abdul Varis hadis so'zlab berdi. Abdul Varis mundaq dedi. Bizga Xolid Ikramadan rivoyat qilib, Ikrama Ibn Abbas roziyallohu anhu rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Ibn Abbas roziyallohu anhu mundaq dedi. Dammani Rasulullah, dammani degan gap, men Rasululloh meni o'ziga qo'shdi degan gap. Qo'shdi degan bunda quchoqlab qo'shdi. Ya'ni aynaqani. Maydisini maydamni qo'shdi. Yani dammani quchoqlab turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni quchoqladi va qala degan va mundaq dedi. Allohumma allimhul kitab. Ey Alloh uningga kitobni, ya'ni Qur'onni o'rgatgin deb duo qiladi. Qur'onni bildirgan. Uningga Qur'onni bildirgan. Qur'on ilmini ato qilgin, ya'ni tafsir ilmini ato qilgin deb duo qilgandi. Endi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki Ibn Abbas roziyallohu anhu'niki haqqida qilgan bu duosining ijobat bo'lganligiga hech shak yo'q. Aminat shuna bo'lgan. Chunki Ibn Abbas roziyallohu anhu raisul mufassirin, turjumanul Qur'on, hibrul umma degan nomlarni olgan edi. Anladın? Yani mufassirlarning eng boshqalisi, eng beshi, tafsirshunoslarning eng beshi. Uni kenidan Qur'onning tarjimoni, Qur'onni tarjima qilib bergan bizga tushuntirib bergan. Xuddi bir tildan yana bir tilga bir so'zni tarjima qilib berganda Qur'onni butun ummatlarga tarjima qilib tushuntirib bergan. Hibrul ummat degan ummat ichidagi eng olim odam degan nomni olgan edi. Xo'sh, endi biz mushahidasidan chiqadigan bir qancha hukmlarni so'zlaydi. Endi bu chiqadigan birinchi hukm bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duosining intayin barakatli ekanligi va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ijobat ekanligi chiqadi. Ikkinchi chiqadigan hukm bo'lsa, bu hadisda ilm o'rganishga va Qur'on yodlash va Qur'on ilmini o'rganishga
qiziqtirish va shuning bilan duo qilish qiziqtirish. Davomli Alloh taoladan ya Allah Allohumma allimna ta'wil warzuqna mesela Allahumma faqihna fid din ve allimna ta'wil. Allahumma allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas. Degandek davomli shu Qur'oni Karimni bildirish haqidagi sabit bo'lgan shu duolar bilan boshqalarni duo qilish qiziqtirish bor. Shu duo qandaydi? Allohumma faqihna fid din ve allimna ta'wil deb duo qilish kerak. Üçüncü chiqadigan bo'lsa, yana bunda yetimlarni, bir safardan kelgan kishilarni quchoqlash. Yetimlarni, safardan kelgan ayol kishilar emas, hamda er kishilarni, ustozlar, o'zini tuvan taliblarini, yetim g'arib miskinlarni, yiroqdan kelgan do'stlarini quchoqlab mehr muhabbat izhor qilish nima? Joiz. Hamda xo'sh, endi kelganimiz bo'lsa 18-bab matta yasihul sama'us sag'ir. Xo'sh, endi kichik bolaning anglishi qachon durust bo'ladi degan bir bobdir. Endi bu bob bilan ilgili bobning munosabati uchoq. Ya'ni ilgili bobda Rasulullah'niki İbn Abbas radhiyallohu anhu duo qilganligi haqida so'zlangan. Demak, İbn Abbas radhiyallohu anhu shu vaqtida kichik edi. Demek İbn Abbas radhiyallohu anhu bizga kichik vaqtidagi gapni bizga debberdi. Rasulullah'niki duo qilganligini debberdi. Demak, ashunday kichik bolaniki qanchalik vaqtda bizga debbersi bo'ladi? Anglagan gapini biz qabul qilamiz degan haqda bir bor. Ol sanadi muttasilimiz bilan Imom Buxoriy aytgan, Imom Buxoriy bunday degan. Bizga Ismoil, ya'ni bu Ismoil ibn Abi Uways hadis so'zlab berdi. U zot bunday dedi. Manga Malik, yani İmam Malik, İmam-ı Darul Hicra, İmam Malik ibn Anas radıyallahu anhu hadis so'zlab berdi. İmam Malik ibn Shihab Zuhri rahimahullah'tan rivayet qilib hadis so'zlab berdi. İbn Shihab Zuhri Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet qildi. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qildi. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma bunday dedi. Aqbaltu rakiban ala himarin atan. Men bir madi eshakning ustiga minib keldim deydi. Ya'ni atan degan gap, ya'ni himarul unsa. Eshakniki chisi, unsa. Bizni Uyg'urchada mada deb qo'yamiz. Madi eshak nima deydi u? Urg'ochi. Ha? Urg'ochimi deydi bizda? Burunqi konut. Urg'ochi to'g'ri. Va ana yawma idin qad nahaztul ihtilam. Men shu kuni ihtilomga yaqinlab qolgan edim. Nahaztu degan qarabtu degan bo'ldi. Ya'ni men shu kuni ihtilomga yaqinlab qoldim. Men taxminan 13 yoshda ekan shular. Ibn Abbas radhiyallohu anhu 13 yoshda. 15 yoshda nimaga ihtilom bo'ldi desa, ya'ni shu kunlarda 13 yoshga yaqinlab qolgan ekan. Va halbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Minada ila g'ayri jidar degan bir tam yo'q. Bir tamga qaramasdan namoz o'qiyotdi. Ya'ni sutura yo'q demakchi, sutura. Payg'ambar hech qanday sutura qilmay namoz o'qiyotdi. Famarartu bayna yaday ba'di as-saf. Men ba'zi safning oldidan o'tdim. Va arsatul atana tarta degan madi eshakni, ya'ni urg'ochi eshakni tarta yaylig'ini qo'yib berdim. Yaylash degan gap o'tyapti. Nimani xohlasa shuni yesin deb qo'yib berdim. Va dakhaltu fi as-saffi va safning ichiga kirdim. Falam yunkar zalika alayya. Ana shu menga inkor qilinmadi deydi. Xo'sh, endi bu hadisdan chiqadigan qisqacha hukmlarni so'zlab o'taylik. Birinchi chiqadigan hukm bo'lsa, ya'ni kichik bolaning anglashi, kichik bolaning hadis anglashi joiz. Kichik bolaniki mashayixlarning, shayxlarning hadis anglashi va buni yatlab ko'tirishi joiz. Buningda kamalul ahliya shart etilmaydi. Kamalul ahliya degan buning balog'atga yetgan bo'lishi, aqli bor bo'lishi, undan keyin musulmon bo'lishi, ozod bo'lishi degan kamal ahliya nima shart etilmaydi? Hadisni anglashda, qachilashda, tahammul qilib qachilashda shart etilmaydi. Qachon shart etiladi? Demak, bu yetkazishda. Yetkazgan chaqda balog'atga yetib bo'lgandan keyin, musulmon bo'lib bo'lgandan keyin, ozod bo'lgandan keyin yetkazsa, bu kuchga ega bo'laveradi. Endi noisida kichik bolaga mushu hukmga abid qulmi qo'shib o'tiladi. Qulmi mushu hukmda, fosiqmi mushu hukmda, kofirmi mushu hukmda. Qul holatida anglab ozod bo'lgandan keyin yetkazsa bo'ladi. Fosiq holatida anglab keyin solih bo'lgan chaqda yetkazsa kuchga bo'ladi. Kofirlik holatida anglab musulmon bo'lgandan keyin yetkazsa qabul qilaveramiz bizlar.
O tarixte kelgan hadisi var. Hem de mesela yeni bir İbn Abbas radıyallahu anh'daki Peygamber Aleyhisselam'ın kılgan işini yemiş edi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın takririni sözlep bergendi ki Peygamber Aleyhisselam'ın diginin onu da oldu bir şeydi. Bizde sünnet üç xil buldu dedik çoğun riyatten. Biri sünnet kavliye. Peygamber Aleyhisselam digen sünnet. Yeni biri sünnet fiiliye. Peygamber Aleyhisselam kılgan sünnet, yeni biri sünnet takririye. Peygamber Aleyhisselam'ın aldığı kılıngan, Peygamber Aleyhisselam'ın inkar kılmagan sünnet. Mana bir şeydi İbn Abbas radıyallahu anh işe minip kelip sepnin arasını ütep, işkini kombi ötüp, onu kendi sep kiyende hiç kim oy namazın aldığını ötmegen, demiş ütüse demedi. Demek imamlık ki aldığını ötmezden imamla bolsa, imamlık keyinin sepnin aldığını ötsün bulduğalık diye hükümde İbn Abbas radıyallahu anh kiçik çakıdı köken işine kim şu an debbedi, hiç kim inkar kılmadı. Peygamber Aleyhisselam'ın İbn Abbas radıyallahu anh digine bir şey sünnet takririye buldu. Yani hiç kimin yargımalığı sünnet takririye buldu şöyle ki. Hem ikinci ma'ni bolsa, ikinci çıkılan hüküm bu hadiste bir ilimli kiçiklik halde ügülüp çoğun olgandan keyin adak yetkisi caiz. Bunun hiçbir ihtilafı yok. Anladın? Şunundaki fasık, kafir hemiz okşaş bir tep oldu. Üçüncü çıkılan hüküm bolsa bu hadiste bazı maşi hadisinin üzerinde bazı mefsede var. Anladın? Lekin bazı yani namazı buzut ihtimallık var, huşunu buzut ihtimallık var. Anladın? İşe günah aldığı kegerlikle. Lekin o bazı mefasit maslahat için eğer bir fayda, onun da yaşar bir fayda görülse o mefasit karmaydıganlık bir hüküm çıkıyor. Maslahat karayımız degen. Çünkü namaz okuşunun aldığını öteştigen nima bir namazı huzurunu buzulduğan bir mefsede deyimiz hem de bunu, mefsede deyimiz. Namazı kılışçı o, sepnin içinde namazı kılış degen nima? Maslaha raciha. Yani menfaat, yaxşılık, yaxşı iş. Bu besip gidiyor. A mefsedeni namazdan aldığını ütüş degen yaman işini namazı için kılış degen yaxşı işini gidiyor, besip gidiyor. Besip gidiyor. Şunu olan namazdan aldığını ötken yamanlık namazı kılış degen yaxşı işlerini yürüp gidiyor. Şunun mamında bir kaydı çıktı. Dördüncüsü bu hadiste namazın ulakımını bas caiz diye hüküm çıkıyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ın çekimine bağlan iken, maşının hükmüne bası caiz diye hüküm çıkıyor. Beşincisi hutbe imamının hutbesinde tebliğini anlaş için andın otuğulu aldığı ölse hiç kimge zarar yetkizmezden hutbe imam hutbe imam hutbe okuyan halıda hatip başkalarına zarar yetkizmezden sepler arasında yer olsa ütep imamı yakın otursa hiç kanda mesele çıkmaydı. Bunu meni kılap bilen bir kimlik geldiğinden ahlap, o meydan ahlap bir düşün kalap. Eğer cuma günlükte imam hutbe vaktıda bir adamın geldiğinde şurada ahlap ettim bir adam hemimizi cumanın faziletlerimizi bagajlap getirdi. Ama yol bagaya olsa imamı yakın olduğu bir bölse bulabilirdi caiz. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh sebebini arız kiyen. Hatta yeni bir işe giren kiyen takıp yani işe giren kiyen. Altıncısı işekinin ütüşen namazını buzatmaydı. Eğer nasabını ağaçtan işe gidip kapasa namaz buzuluk etmeydi. Nemişka müşerisi şunun delil. Bazı hadislerde işek binası namazını buzutudu diye hadis kelgen. Bunun nimde bemli kılımızda yani huşunu buzutudu. Namaz demez, namazdaki huşunu buzutudu diye bu manası. Yettinci delil bolsa bu hadiste küçük balındaki namazı demeye doğru. Küçük balının okuyan namazı doğru buludu. Sekizincisi kanda bir Peygamber Aleyhisselam'ın bir iş kılınsa Peygamber Aleyhisselam'ın inkar kılınsa bu hüccet bularlaydı. Sünnet takririye dedik o, bu hüccet delil bularlaydı, ispat bularlaydı. Şeriatta. Dokuzuncusu bolsa ulağını bunda bir harvadığı adamı okuyup bası caiz. Ya ki mükellef olan küçük olan billah okuyup bası mı yine caiz. Begim maşinlerine ulağlarını mesela. İbn Abbas radıyallahu anh bir tane ulağını dadısı. Mümkün işkine hobbip de işkine onun işkine kombadan da degen kımmeti. Onuncusu bu hadiste imamın sütresi imamın kendilerine sütre diye delil var. İmam sütre kılan olsa imamın kendilerine sütre. Şunda İmam Bukhari bunun alaydı bir bab söz degen. Hatta hadiste hatta ki imamın adına hatta imamın sütresi bu muhaddakdır mı? Bu muhaddakdır mı? İmamın adına mesela imam cemaatin kendi adını ölse bulabilir diye hüküm çıkıldı. Anladın? Şunu var mı bu din çıktığı hükümler mi şu?
77. hadis ol sanda Müslim'de İmam Buxoriy aytgan bizga Muhammad ibn Yusuf hadis so'zlab berdi. U zot bunday dedi, bizga Abu Misr hadis so'zlab berdi. U zot bunday dedi, menga Muhammad ibn Harb hadis so'zlab berdi. U zot bunday dedi, menga Zubaydi hadis so'zlab berdi, Zuhriydan rivoyat qilib. Mahmud ibn Rabi'dan rivoyat qilib, u zot bunday dedi, men payg'ambar aqaltu min nabiy sallallohu alayhi vasallam majjatan majja fi wajhi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shuni tunudim, shuni his qilib bildimki, aqlim kelganda shuni bildimki, payg'ambar sallam majjatan majjaha fi wajhi, mening yuzimga pukkan, chaqchaq qilib bunda og'zini deb bunda pukkan bir suni ismdi ba, ismni xotirimni saqlayman, aqlimni ba deydi. Payg'ambar alayhisolamning meniki chiroyimga og'zi bilan uzun muborak og'zi bilan chaqchaq qilib o'ynashib deb pukib qo'ygan bir suv mening aqlimni ba, ya'ni ismini chiqib ketmaylik. Hozircha eslab turaman deydi. Ve ana ibnu 5 sinin, yani halbuki ben 5 yaşta idim deydi. Min delvin, çilekten. Yani çilekten, yani bir rivayette min be'lin deb geldi. Yani kudukta ilangan çilek sunu elip, Peygamber sallam ağız qilib, tüfde bana bir çaqçaq qilib, püçağım püçük boğan idi. Aşu aqlimni ba, aşuma hiç qancha aqlim ketkin yok. Ben 5 yaşta idim çağda. Demek ilgi kelsa madisiki, demisini bağlap ko'rgan bo'lsak, qancha yaşta kichik bola qancha yaşta uning dedisini qilib bo'ladi desa, yani 5 yaş, yani 5 yaşken İbn Abbas radhiyallahu kichik dedi, yani kichik degan gap balog'at yetmagan degan gap. 13 yosh bo'lsa balog'at yetmagan bo'lsa kichik hisob. 5 yosh kichik hisob. 5 yoshni tartib qilib oqqani payqatadigan bo'lsa, ot bilan eshakni nimaligini, maqasi ot, maqasi eshak, mani kala degan oyog'iday bo'lsa, anigan narsani nima, kala saqlab qolgan bo'lsa, keyin cho'ng'andan keyin yetkizsa, unda hech qanday nima yo'q, ixtilof yo'q ekanligi ma'lum bo'ladi. 19. babul xuruji fi talabil ilm. 19. bab ilmi talab qilish haqida chiqishning babi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bir oylik musofiga Abdullah ibn Unais radhiyallohu anhu qishiga bir hadis haqida chiqqan edi. Jabir ibn Abdullah bir oylik uni besib Abdullah ibn Unaisning qishiga bir hadis deb chiqqan edi. Ol sanada Muslim İmam Buxoriy aytgan, İmam Buxoriy mudat ekan, bizga Abu Qasim Xolid ibn Xaliy, yani Himsning qozisi hadis so'zlab berdi. U zot bunday dedi, bizga Muhammad ibn Harb hadis so'zlab berdi. Avza'i bunday dedi, akbarana Zuhri, bizga Zuhri xabar berdi. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbat ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib. U zot Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qildi, annahu Ibn Abbas radhiyallohu anhu tamara huwa wal Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari. Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari degan sahoba bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhu jidalashib qoldi Musa alayhisolamning sahibi haqida. Bu ish ko'ylanga Ubay ibn Ka'b qarog'ini yutib qoldi. İbn Abbas radhiyallohu anhu buni Ubay ibn Ka'b qarog'ini chaqirtib bunday dedi, men mening masahibim bilan Musa alayhisolamning sahibi haqida, Musa alayhisolam Alloh taolaning o'g'li uchishga yo'lni so'ragan Musa alayhisolamning sahibi haqida gap talashib qoldik. Sen Rasulullohning uning qissasini so'zlab bir hadis so'zlab berganini anlaganmiding deganda Ubay radhiyallohu anhu dediki, ha, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki uning qissasini zikr qilganligini angladim. Yaqul Rasululloh bunday deydi. Bir chaqda Musa alayhisolam Bani Isroil ichidagi bir guruhning bir jamoani ichida turibsa, ushtumtut bir odam kelib qoldi-da, bunday dedi. Senda muallimroq birini bilamsan dedi. Musa alayhisolam dedi, yo'q dedi. Alloh taolo Musa alayhisolam bu shu amon vay qilib dediki, balki bizning bandamiz Xizr, senda muallim. Shuning bilan Musa alayhisolam Xizr alayhisolam bilan uchishga Alloh taolaning yo'lini so'rdi. Alloh taolo unga bir biliqni alomat qilib berdi. Unga deyildiki, sen qachon shu biliqni yo'qotsang, keyin qayt sen Musa alayhisolamni Xizr alayhisolamni shu yerda uchutsan dedi. Fakana Musa alayhisolam dengizda shu biliqni qachon yo'qolib ketganligini izlaydi. Faqala fata Musa, shuna Musa alayhisolamning yigiti Musa alayhisolam dediki, "Arayta idha wayna ila sakhra." Ma'nada aytqincho biz heliqi sahra degan joyda unutgan vaqtimizda men biliq unutib qolibdim. Bu biliqni men faqat shaytonlar unutdirdi. Biliqni aslashni faqatlam shaytonlar unutdirib qo'ydi deb. Shunda dedi Musa alayhisolam dediki, "Ana shu biliqni yo'qolib ketishi bizning izovatgan narsamiz edi." deb bola izichi qaytdi keyiniga. Xizr alayhisolamni topdi. Bu ishning holidan Alloh taolo o'zining kitobida qisib bergan qissalar bo'ldi deydi. Demak, bu yerda İmam Buxoriy bu hadisni takrorlab keltirdi. Ilmi talab qilish uchun safarga chiqishniki intayin fazilat ekanligi haqida so'zladi. Bugungi darsimiz shakilchi bo'lsin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.